Assalomu alaykum azizlar. Siz xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Barchangiz bilan ekran orqali ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman va sizlarga tansihatlik tilagan holda biz dasturni boshlaymiz. Bugun ko'p sonli muxlislarimizning murojaatlarini hisobga olib, biz qabziyat xastaligi haqida suhbatlashamiz. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga qaraganda, bu kasallik dunyo miqyosida keng tarqalgan bo'lib, yer yuzidagi har 4-chi odam qabziyatdan aziyat chekar ekan. Xo'sh, buning sabablari nimada? Qanday belgilar bu kasallikka xos va u keltirib chiqaradigan muammolar nimalardan iborat? Ushbu savollarga javob olish uchun tibbiyot fanlari doktori O'tkirbek Matquliyev boshchiligidagi Gippokrat klinikasining yetakchi mutaxassislarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimdan juda xursandman. Marhamat, o'z joyingizni egallasangiz bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari bilan tanishing. Tibbiyot fanlari doktori, jarroh O'tkirbek Matquliyev, shifokor koloproktolog, umumiy jarroh Bahodir Usmonov, umumiy jarrohlar Zuhriddin Ubaydullayev, Oybek O'rinov. Azizlar, bilasiz, biz jonli efirdamiz va har xil vaziyat bo'ladi. Sababi biz shifokorlar bilan ishlaymiz va shifokorlarda ham kutilmagan vaziyatlar ko'p yuzaga keladi. Xuddi bugungidek kabi O'tkirbek aka ham birozdan so'ng albatta safimizga qo'shiladilar. Ular hozir muhim jarrohlik amaliyotini o'tkazyaptilar. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting va ular ham bir necha daqiqalardan so'ng albatta sizni qiziqtirgan savollarga o'z javoblarini beradilar. Demak, xush kelibsiz yana bir bora. Barchangizni ko'rib juda xursand bo'ldik. O'zi qabziyat kimdir unga xastalik sifatida qaraydi, kimdir esa bu hayot tarzi deb o'ylaydi. Ya'ni kim bir umr shu xastalik bilan yashab o'tgan insonlar ham qabziyat deyishadi va kerakli shu medikamentoz davolarni olishadi va shu bilan yashashadi. Ammo bilamizki, mana shifokorlarning tili bilan aytganda, bu juda jiddiy kasallik. Keling, hozir shu xastalikka oydinlik kiritsak. Avvallari ham ko'p insonlar bunga uchraganmi yoki sivilizatsiyaning ham bunga bir qandaydir ta'siri bormi? Demak, bu kasallik ko'pchilik bu kasallik sifatida o'zi bilmaydi. Odatiy hayot tarzi, demak, ichim normada kunida emas, 2-3 kunda bir kelishi deb qarashadi, lekin aslida bu noto'g'ri. Oldinlari qabziyat juda ham ko'p bo'lmagan, sababi insonlarda ko'p harakatlar bo'lgan, tabiiy mahsulotlardan foydalanishgan iste'molda, ko'katlar, mevalar, tabiiy tayyorlangan go'sht mahsulotlari, poliz ekinlaridan foydalanishgan. Sivilizatsiya, ya'ni texnikalar zamonaviy bo'lmagan, asosan qo'lda mehnat qilib, harakat qilishgan. Nimagadir erishish uchun albatta harakat qilishgan. Shu harakatlari tufayli ularda ichaklarning motorikasi, muskullarning rivojlanishi normal bo'lgan. Ya'ni kuchli rivojlangan. Chunki ichaklar ham bilamiz, bu muskullardan tashkil topgan. Qanchalik ko'p harakat qilsa, undagi muskullar ham shunchalik yaxshi rivojlanadi. Hozirgi kunda qabziyat muammosi juda dolzarb bo'lib bormoqda. Hali chuqur o'rganilmagan, chuqur o'rganilmagan. Mana endi ko'pchilik murojaat qilib kelganligi sababli bu kasallik уже chuqur o'rganishi boshlandi. Bunda уже ilmiy ishlar chuqur o'rganib boshlandi. Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyaning rivojlanishi odamlarning kam harakatligiga sabab bo'lyapti. Odam oldin misol uchun televizorni boshqa kanalga o'tkazish uchun ham borib yoqib kelingan. Hozirgi kunda hammasi pult orqali yoki Wi-Fi telefon orqali boshqarilmoqda. Yoki mashinani qizdirish uchun ham borib hozir domda turib yoki kvartirada turib oldin qizdirishar. Harakatni bu kamligidan yoki mahsulotlarning o'zi sifatsizlanishi, tayyor fast foodlar, tayyor iste'mol qilinadigan, tez tayyorlanadigan fast foodlar. Hayot tarzini o'zgarishi, stresslar ham bunga ko'p sabab bo'ladi. Ya'ni ichaklarning ishlashiga, nerv faoliyati va uyqusizlik kasalliklari odamlarda hozir shu asosiy muammolar bo'lib, qabziyatning rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Endi qarang, sun'iy ovqatlar desak qanchalik to'g'ri bo'ladi bilmadim, ammo shu tez pishar mahsulotlar, ularni endi hayotimizdan olib tashlashning menimcha iloji yo'q. Insonlar o'rganib bo'ldi bunga va alternativa sifatida ularga nima taklif qilsak bo'ladi? Endi shu taomlarga.
shu taomlarga iste'mol qilish kerak, lekin me'yordan oshirmang. Demak, iste'mol qilsa bo'ladi, Bo'ladi, faqat me'yordan Me'yori oshirmang. qanday uni? Endi bir xil odamlar asosiy ovqat sifatida shunga o'tib olishgan. Hozirgi kunda tez tayyor bo'luvchi ovqatlarga vaqt qisqa bo'ladi, ovqatlanish uchun yoki ovqat tayyorlash uchun, shuning uchun asosiy ovqat sifatida tez tayyorlanuvchi ovqatlarga o'tib olishgan. Shuni yo'lga qo'yishlari kerakki, tabiiyroq, masalan, uyda pishirilgan ovqatlar yoki go'sht mahsulotlari tabiiy, mevalar, sabzavotlardan foydalanish maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Sizda ham agar qo'shimchangiz bo'lsa, marhamat. Albatta, hozirgi masalan misol qilib olishimiz mumkin. Hozir shunaqa paytda yashayapmizki, bemalol o'tirib ovqatlanishga ham ayrim vaqt topolmaymiz. Shuning uchun masalan o'zimiz ham ba'zan aynan shu fast food yoki bo'lmasa tez tayyor bo'ladigan ovqatlarga, ayniqsa shifokorlarda ham bu muammo bor. aynan bir operatsiya oralig'ida, ikkinchisi oralig'ida tezroq tanovul qilib, tezroq operatsiyaga kirib ketishiga to'g'ri keladi. Shunda mana shifokorlar nima tanovul qiladi mana? Sizlar misol keltiraylik. Endi ba'zan o'zimiz ham shu yarim tayyor mahsulotlar, fast foodlarga majbur bo'lamiz, shunga to'g'ri keladi. Chunki vaqtingiz, menimcha, nafaqat shifokorlarda, hozir shunaqa paytda hammada shu. Chunki vaqt juda tig'iz, deyarli hech narsaga ulgurib bo'lmaydi, agar vaqtdan unumli foydalanmasangiz. Shuning uchun ham bu fast foodlar hozir hayotimizga juda ham chuqur singib ketdi. Aynan fast foodlarsiz to'g'ri tasavvur qilish qiyin. Lekin baribir to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ymaydigan bo'lsak, bu albatta oshqozon ichak traktidagi yana yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Xo'p, mayli, fast food yedik deylik, ammo sport bilan u organizmdagi salbiy o'zgarishlarni to'g'rilasa bo'ladimi? Mana fast food yeyapmiz, endi buni aytganimdek hech qanaqasiga hayotimizdan olib tashlab bo'lmaydi, ammo sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib yursa, bu qandaydir yordam beradimi organizmga o'zi? Ha, ya'ni sport ham organizmga yordam beradi. Masalan, bu asosan sport bizga yegan ovqatimizdagi kaloriyani ishlatib berishimiz uchun, ya'ni organizmga singdirib, uni ortiqcha energiyani chiqarib olishimiz uchun kerak. Menda yana bitta qo'shimcha bor. Hozirgi vaqtda odamlar orasida shunday bir stressiviy faktorlar deymiz, ya'ni har xil oilaviy yoki ijtimoiy muhitdagi bo'ladigan har xil stressiviy faktorlar fonida odamlar shunday ovqatlanish rejimiga o'tib qolganki, ovqatni yeyapti, lekin u nimani miya ta'mni, sezgilar har tomonlama organizm ovqatlanishga tayyor bo'lmayapti. Ya'niki misol uchun odam to'yganligini 20 daqiqada sezishi mumkin. Bu miyaga yetib boradi. Odamlar 20 minut emas, 3 daqiqada ham ovqatlanishni tugatib qo'yadigan odamlar bor. Chunki shoshadi. Ijtimoiy faktorlar, ishga shoshadi, oilasiga shoshadi yoki tashqi muhitda bo'ladigan boshqa faktorlarning fonida bemorlarda shunday narsalar kuzatiladiki, ovqat yeyapti, ovqat yeyotgan vaqtida ham shoshgandan kam chaynaydi, e'tibor ovqatda bo'lmaydi. Undan ham tashqari telefon yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoq, diqqat boshqa joyda bo'ladi. Asosiy diqqat boshqa joyda bo'ladi. Oshqozon ichak trakti ovqatlanishga tayyor bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda sekretsiya bezlaridan deymiz, misol uchun quloq oldi, jag' osti va oshqozon ichak traktidagi va o't yo'llaridan ajraladigan, oshqozon osti bezidan ajraladigan suyuqliklarning yetarli miqdorda ishlab chiqarilishiga birinchidan miya faoliyati, ikkinchidan vaqt. O'sha narsalarni hisobini olmasdan ovqatlanish shu darajada tezlashib ketganki, 3 daqiqa, 5 daqiqaning ichida ovqatlanadi va turib shoshib ketib qoladi. Yetarli miqdorda suyuqlik yoki ovqatlanishlarning kerakli oqsil, kerakli uglevod miqdori notekis bo'ladi. Men bir insonni bilaman, u juda yaqin inson, men kimligini aytib o'tirmayman. U to'g'ri ovqatlanadi, ammo suv ichishga kelganda deyarli umuman suv ichmaydi. Bir finjon suv ichishi mumkin kun davomida. Va aytaman, sen to'g'ri ovqatlanasan, nima uchun bir umr shu xastalik bilan og'rib yurasan desam, menimcha shu suv kam ichganimdan bo'lsa kerak deydi. Ammo shuni bilsa-da o'nglashga harakat qilmaydi. Suv qanchalik ta'sir qiladi? Suvning organizmda ta'siri shundan iboratki, odam misol uchun 70 kilo ves tortadigan bo'lsa, ya'ni vazn tortadigan bo'lsa, 1 kilogramm vesi uchun kamida 30 millilitrdan suv hisoblab ichish kerak bir kunda. Ya'ni misol uchun 70 kilogramm ves oladigan odam kamida 2 litr suyuqlik ichish kerak bir kun davomida. Endi suvning ahamiyati nimada? Kerakli bo'lgan ovqat moddalarini eritish, parchalashda va fermentlarni aralashtirishda va ichakdagi ovqatning motorikasi yoki bo'lmasa harakatining aktivlashishiga, yo'g'on ichak deymiz bizlar, yo'g'on ichakdagi axlatning turib qolishiga ham baribir suvning ham miqdori ahamiyatli hisoblanadi. Lekin suvni ham to'g'ri ichish kerak deyshadi, to'g'rimi? Misol uchun ovqatdan nechadir daqiqa oldin ichish kerak. Ovqat bilan birgalikda uni ichish mumkin emas degan qonun qoidalar bor. Keling, shunga ham oydinlik kiritib ketsak.
demak odam o'zini to'yganini bilmasligi kerak deyiladi aslida. Shuning uchun ovqatlanishdan 15-10 daqiqa oldin kamida 1 stakan suyuqlik ichish kerak oshqozonga. Ya'ni shunda ovqat hajmi kamroq bo'ladi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi suv, metabolizm, ya'ni parchalanish jarayonlarini yaxshilab turishiga suv muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni odam to'ygunicha ovqat yemaslik kerak aslida. Oshqozon aytganlaridek doktorimiz 20 daqiqadan keyin to'qlik hissi paydo bo'ladi organizmda. To'qlik hissi paydo bo'ladi, shuning uchun ma'lum bir ovqatlanish darajasidan keyin ovqatlanishni to'xtatish kerak bo'ladi. Tushunarli. Endi hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, imkoniyatlar ko'p, dunyo ko'rish imkoniyati ko'p eng asosiysi, chunki hozir bir oy, bir hafta vaqtimiz bo'lsa, darrov chet elga chiqishini taraddudini ko'ramiz, to'g'rimi? Bu qanchalik ta'sir qiladi aynan shu qabziyatga? Balki bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tish, boshqa davlatga demoqchiman, yoki bo'lmasam shunchaki bir hafta 10 kunga dam olib kelish, bu qanchalik organizmga ta'sir qiladi? Hayot tarzimiz shunday bo'lib qolganki, ish va oila vaqtimiz shu narsa bilan o'tkazadigan zamonga kelib qolganmiz hozir. Bu orada odamni chalg'itish maqsadida yoki dunyoqarashini o'zgartirish maqsadida sayohatlar ham odam uchun kerakli. Albatta. Fikr almashinuv, ma'lumot almashinuv uchun dunyoqarash kengayadi. Endi bunday holatda ham qabziyat rivojlanishi mumkin. Qachonki mana misol uchun sayohatlarni rejalashtirgan vaqtida mana shu har bir odam o'zi bilan vaqtini, ya'ni samolyotlar bir samolyot bilan uchadigan bo'lishi mumkin yoki ikkita samolyot bilan uchadigan bo'lishi mumkin. Mehmonxonalar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda baribir majburiy holat yuzaga keladi. Ya'ni o'zingiz xohlagan vaqtida siz hojatga bora olmasligingiz mumkin. Misol uchun kutish vaqtlari bo'ladi samolyotlarda yoki poyezdlarda yoki bo'lmasa shu kutish zallarida bo'lishi mumkin, boshqa joyda kutib qolib ketadi odamlar, ya'ni vaqtida hojatga bora olmaydi. Bu vaqtida hojat qila olmaslik bu ko'pincha sayohatlar holatida kuzatiladi. Hayolida ham o'sha narsani orqaga surish. Nima qilish kerak shunday vaziyatlarda? Bunday holatlarda baribir ijtimoiy faktorlar ko'p rol o'ynaydi. Ya'ni o'z bilan ovqat olib olish kerak. Ovqat olish va ovqatlanishda kamroq quyuqli ovqatlarni kamroq iste'mol qilish. Endi shu o'rinda keling bir ko'proq bo'lsa yaxshiroq. Narsaga aniqlik kiritib ketsak. Biz ko'p eshitamizki, samolyotda ovqatlanish mumkin emas deyishadi. Lekin shunday insonlar borki, masalan, men ham negadir samolyotni ovqatini yaxshi ko'raman. Lekin yeyish mumkin emas deb eshitganman. Bu qanchalik to'g'ri yoki yesa bo'ladimi? Yesa bo'ladi, faqat bunday holatlarni hisobini olish kerak bo'ladi. Ya'ni shunday odamlar bor, zerikkanidan ham, vaqtni o'tkazish uchun ham, chalg'ish uchun ham ovqatlanadigan toifa odamlar bo'ladi. 8 soat, 10 soat yoki 17 soat davomida ertalabki reys bo'lsa, nonushta qilmasdan turib majbur bo'lamiz shu samolyotdagi ovqatni, ya'ni to'liq tushlik ovqatini yeyishga. Bu ham menimcha juda zarar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ta'sir qiladigan faktorlar bu yerda ko'p. Zararli bo'lganda, misol uchun uyingizda nonushta qilib chiqyapsiz-da, yana samolyotga o'tirgandan keyin yana yegingiz kelishi mumkin. Ya'ni vaqtni o'tkazish. Odamlarning xayolida shu tezroq bo'sh bo'lib qolsa, internet ishlamaydi samolyotda. Internet ishlamaydi. Nima qilish kerak? Ovqatlanish kerak deyishadi. Ovqatlanish kerak deydi. O'shaning uchun ham hozirgi mana turlar, mana misol uchun Dubayga uchasizmi, Antaliyaga uchasizmi, har bir uchadigan joyingizda jurnallar qo'yib qo'yadi. Bemalol har bitta sayohatchini vaqtini unumli foydalanish maqsadida. Misol uchun biz O'zbekistonga keladigan samolyotlarda O'zbekistonning tarixiy joylarini qo'yib qo'yadi. Maqsad o'sha insonlarni chalg'itish. Ya'ni faqat ovqatlanish, faqat suyuqlik ichish bilan bog'liq bo'lib qoladigan bo'lsa, baribir bu narsa hojatga borishni chaqiradi. Endi odamda vitamin D ni ham kamayib ketishi aynan qabziyatga sabab bo'ladi deyshadi. To'g'rimi bu? Narsa ahamiyatli. Men javob beraman bunga. Demak, odam organizmida vitamin D ni kamayishi ma'lum bir miqdorda sabab bo'ladi qabziyatni paydo bo'lishiga. Vitamin D demak suyaklarni, muskullarni rivojlanishida, shakllanishida muhim ahamiyat kasb qiladi. Boya ta'kidlab o'tganimda ham ichaklar bu muskullardan tashkil topgan. Ya'ni ichak muskullarini rivojlanishida, uni ishlashida, motorikasida muhim ahamiyat kasb qiladi. Ma'lum bir sabab rol o'ynashi mumkin vitamin D yetishmovchiligi. Tushunarli. Rahmat javob uchun. Aziz tomoshabinlar, bizda hozir qisqa reklama, birozdan so'ng studiyaga albatta qaytamiz. Zamonaviy klinika deganda nimani tushunasiz? Malakali shifokorlar, ilg'or texnologiyalar yordamida ko'riklar, bemor uchun barcha sharoit va qulayliklar, tezkor laboratoriya, barchasi Hippokrat Gospital klinikasida uyg'unlashgan. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha esa shifokorlar qabuli mavjud. Jarroh, gastroenterolog, proktolog, ginekolog,
gepatolog, kardiolog terapevt va yana ko'plab boshqa mutaxassislar. Qolaversa, klinikada laparoskopik jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladi. Ushbu usul tanani kesmasdan maxsus apparat orqali kerakli joyga yetib borishga va davolashga yordam beradi. Laparoskopik operatsiyadan so'ng bemor tez reabilitatsiya bo'ladi va hech qanday og'riqlar sezmaydi. Ushbu usul bilan bariatrik, proktologik, onkologik, urologik va ginekologik operatsiyalarni amalga oshirish imkoni mavjud. E'tiborga loyiq bo'lgan kolonoskopiya va endoskopiya tekshiruvlari Hippokrat gospital klinikasida og'riqsiz bajariladi va kasalliklar aniqlansa to'liq davolash kurslari olib boriladi. Klinikada statsionar davolanish imkoniyati hamda laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Hippokrat gospital, sog'lig'ingiz garovi. Anzir, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Shifokorlar ko'chasi 4. Azizlar, eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz. Ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, albatta jonli efirda o'z savollaringizni professionallarga, mutaxassislarga yo'llasangiz bo'ladi va bundan tashqari Telegramda ham bizning xasta bo'lmang boti bor, ishlab turibdi. Savollaringizni bemalol yo'llang. Bizni qatorimizga esa reklama vaqtida O'tkirbek o'zlari kelib qo'shildilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Bilamiz, juda bir jiddiy jarrohlik amaliyotini hozir o'tkazib kelyapsiz. Menimcha teletomoshabinlarga ham qiziq. Qanday amaliyotni o'tkazdingiz? Aytib bering. Hozirgi paytda men 3 ta operatsiyani bitta bemorda qilganman. 3 ta operatsiya. 3 ta operatsiya bo'ldi. Одновременно bemorda. Necha soat vaqt ketdi? 1,5 soat vaqt ketdi. Одновременно bitta bemorda ham semizlik uchun bariatrik operatsiya o'tkazdik. Ikkinchidan o't qopida toshlari bor ekan, u tiqilib qolgan, u toshni olib tashladik. Uchinchi operatsiyasi kindik churasi bilan bitta bemor o'zida 3 ta operatsiyani bajardik. Endi u yo'l-yo'lakay, ya'ni kutilmaganda kelib chiqadimi bu kasalliklar yoki oldindan shuni reja qilasizmi? Mana demak, bemorimiz oldindan rejaga qo'yilgan bemor, 2-3 kun oldin tekshiruvlardan o'tib, shanba kuniga operatsiya rejalashtirib ketgan bemorimiz hisoblanadi. Lekin undan oldingi operatsiyamiz ozgina cho'zilib qoldi. Undan oldingi operatsiyamiz xuddi shu qabziyat bo'yicha bemorimiz. Bemor operatsiya bo'lgan, oldindan qabziyat bo'yicha operatsiya bo'lgan boshqa klinikada ichak kesib olib tashalgan. Ichak kesib olib tashalgandan keyin ham baribir qabziyat saqlanib qolgan. Qabziyat saqlanib qolgani ichi kelmagan bemor. Aslida bemor birinchi operatsiyasiga mo'ljallab borganining sababi qorindagi og'riq va axlatining 14 kunda 10 kunda bir marta ichi kelar ekan. Borib operatsiya qildirgandan keyin 14 kunda emas, 10 kunda, 8 kunda keladigan bo'ldi. Bu ham baribir norma holat emas. O'shaning uchun ikkinchi operatsiya bo'lgani uchun ozgina murakkabroq bo'ldi. Biz o'zimizni yangi metodikamiz bo'yicha, taklif qilgan metodikamiz bo'yicha o'sha operatsiya vaqti cho'zilib ketdi. Rahmat. Demak, shifokorlarga, ya'ni bemorlaringizga tezroq sog'ayib ketishlarini tilab qolamiz. Oyoqqa turib ketishlariga tilakdoshmiz. Va keling, hozir biz bugun qabziyat haqida gaplashyapmiz va aytdingizki, 10 kunda, 8 kunda keladigan bo'ldi ichi dedingiz va sizdan avvalgi mehmonlarimizda ham shunday fikr bor ediki, ya'ni bugungi kunga kelib, hozirgi zamonda 3 kunda bir ich kelish ham normal holat deyishdi. Bunga ham fikringizni bildirsangiz. Endi 3 kunda bir marta ich kelishi agarda tabletka va surgi dorilarsiz. O'zi tabiiy holatda. Mayli, unga aniq qilamiz. Lekin aslida bunda olib qaraganda axlat уже 2 kundan ko'payib ketdimi, kelmaslik уже qabziyat kirib ketadi. Tushunarli. Bu nima deydi? Meditsinada shunaqa narsa borki, ko'pchilik etilgan standart degan narsa yo'q. Hamma narsa nisbiy. Kimgadir bu 2 kunda, kimgadir 3 kunda ich kelishi bu norma bo'lib qoladi. Da o'sha 2 kundan o'tib ketdim, qabziyat deyishimiz kerak. Lekin u degani bu operatsiyaga ko'rsatma, operatsiya qilish kerak degan narsa emas. Buni oddiy tabletkasi, dietasini qilib, uni regulirovka qilib, dietolog bilan bizda hozir gigiyena pitaniya bo'yicha mutaxassisimiz bor edi, ular ham hozir keladilar. Parda orqasida o'tiribdi, balki chaqiramiz. Demak, bu holatda mana shu ko'proq dietologlar ishlasa bo'ladi. Tushunarli. Xirurgiyaga asobiy ko'rsatmalar bor. Tushunarli. Qarang, mana ichak yo'llari xastaliklari ham aynan qabziyat kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Masalan, xolestistit yoki bo'lmasam gastrit va uning umuman darajalari qanday shu qabziyatni?
biroz avval gaplashdikki hamkasblaringiz bilan shu haqda kimdir buni oddiy hol deb qabul qilsa, kimdir esa aksincha bu jiddiy xastalik deb qabul qiladi. Keling shu darajalar haqida ham gaplashsak va unga nimalar sabab bo'ladi? Marhamat, men bolalar shogirdlarim bilan hammasiga javob bera qolsin, bolalar endi Endi bu yerda xolesistit yoki gastrit, oshqozon ichak yo'lidagi kasalliklar ham o'z navbatida ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda xolesistit yoki o't qopining yallig'lanishi kasalliklarida ham bu narsa ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, o't qopi xolesistit deb aytamiz. Bunda o't suyuqliklarining yaxshi ajralmasligi va ovqat tarkibidagi yog'li mahsulotlarning yaxshi parchalanmasligi, gastrit bo'ladigan bo'lsa, ovqatlarning yaxshi hazm bo'lishida ishtirok etadigan fermentlarning yetishmovchiligi holatlarida ham qabziyatlar rivojlanishi mumkin. Ayniqsa xolesistit fonida ich yaxshi yurmasligiga asosiy sabab yog'lar, ichakda harakati, motorikasi susayishini fonida qabziyat ham rivojlanishi mumkin. Tushunarli. Qabziyat yana boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkinmi deb so'rabdilar. Bu savolga. Demak, qabziyat boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu kasalliklarga bo'lishi mumkin. Bavosil kasallik yoki xalq tilida bu gemoroy deyiladi. Ikkinchisi anal yorig'i. Xalq orasida buni ko'pchilik trishina deyiladi. Ich qochish hisobiga analda yoriq paydo bo'lishi, buni hisobiga doimiy og'riqlar, hojatga chiqishda qichishish bo'lishi. Bemor qo'rqib qoladi hojatga borish uchun. Keladi bizga bemorlar, kuchli og'riq bo'ladi hojatdan keyin, qichishish bo'ladi, achishish bo'ladi deydi, qo'rqib qoladi hattoki. Ikkinchisi bu doimiy qabziyat bo'lishi to'g'ri ichakni tushishiga sabab bo'lishi mumkin yoki yo'g'on ichak divertikullariga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni doimiy qabziyat. Bu kasallikga qabziyatni boya ham ta'kidlab o'tdim, ko'pchilik asosiy kasallik sifatida qabul qilmaydi hali ham. Lekin bu jiddiy muammolarga sabab bo'ladi. Gemoroyni ham keltirib chiqish. Gemoroyga ham sabab bo'ladi bu. Gemoroy axlat chiqishiga to'sqinlik qiladi, tomirlarni yiriklashib ketishi. Keling endi bosqichlarga ham to'xtalib o'tsak. Men qo'shimcha qilaman. Bosqichida oldin qo'shimcha qilaman. Demak, qabziyat bu yo'g'on oshqozon ichak sistemasining eng pastida joylashgan a'zo problemasi kelib chiqyapti. Eng pastida joylashgandan keyin axlat va axlatdan chiqadigan gaz, indol, skatol kabi toksik aromatik kislotalar, bular hammasi yo'g'on ichakda yig'ilib qoladi. Bu doimiy zaharlanish natijasida mana Bahodir aytdilarki, pastki anal sohasidagi gemoroy, treshina, to'g'ri ichak tushishi, undan tashqari yo'g'on ichakda divertik, bular hammasi bo'ladi, sama soboy bo'ladi. Undan tashqari, demak, kasallik hazm qilish sistemasida tepaga qarab yuradi. Birinchi ingichka ichak ishdan chiqishni boshlaydi. Eng yomon tomoni shundaki, bemorlarda yegan ovqatini hazm qila olmay qoladi. Ovqat yeydi, ovqati turadi. Hazm shiralari umuman ketadi. Buni bizada surunkali pankreatit, atrofik formadagi surunkali pankreatit deydi. Bu bir. Ikkinchisi, oshqozonda ferment yetishmovchiligi, xlorik kislota yetishmovchiligi natijasida oshqozonda hazm qilish sistemasi buziladi. Ya'ni bemor yegan ovqatini normal hazm qila olmaydi. Unda doimiy vitamin yoki oqsil yetishmovchiligi doimiy bo'ladi. Undan tashqari dalshi ketadi. Agar bu muammoni hal qilmaydigan bo'lsak, bu muammo dalshi tepaga qarab yurishi boshlaydi. Demak, ko'pchilik bemorlarimiz qabziyat bilan borishadi-da, qizilo'ngach griza chiqib qoladi. Griza o'zida-o'zi chiqib qolmaydi. Chunki pastda hammasi yopilayotgandan keyin oshqozon davleniya bilan tepaga qarab urishni boshlaydi. Bemorlar grijam bor, grijamni operatsiya qildirishim kerak, reflux bo'ladi. Mana bemorimiz bor. Taklif qilsak maylimi shu bemorimiz? Mayli. Marhamat, keling. Birinchi ana oq ko'ylak bemorimiz. Grija. Demak, studiyamizga bemorlarni taklif qilamiz. Bugun ular sog'ayib ketishgan, to'g'rimi? Mana hozir so'raymiz. Marhamat, assalomu alaykum. Birma-bir so'raymiz. O'tirib olsangiz bo'ladi. Mana o'tir. Mikrofonni olib olasiz. Mikrofonni ol. Mana keyingi bemoringizni ham chaqirib qo'yamizmi? Kelavering siz ham. Keling. Xush kelibsiz. Keling, bu yerga o'tiring. Marhamat. Men bilan tanimanman hozir ko'ring. Behazil. Siz endi boshqacha ko'rinishda ko'rib o'rganib qolgansiz shifoxonada. Aha. Bizdek bular kelganida
haqiqatdan ham bu muammo чувствовать qilish uchun qabziyat bilan yurgan odamni terisiga kirish juda qiyin. Bular juda qiynalib ketgan o'z boshidan o'tkazmasa boshida qiyin. uni begona yon atrofidagilar hech kim sezmaydi. O'zidan o'tganini o'zi biladi bular. Mana men aytayotgan narsa, demak, qabziyat natijasida oshqozon ichak sistemasi tepaga qarab narusheniya berishni boshlayveradi. Oshqozon ketadi, qizilo'ngach. Qizilo'ngach ketgandan keyin ko'pchilik yurib boradi. Buni grijasi bor, operatsiya qilishimiz kerak deydi. Tipichniy misol. Mana shu bolam bekor chaqirganim yo'q. Eshitamiz. Marhamat. Aytgin. Assalomu alaykum. Mikrofonni yaqinroq. O'zing tanishtirib. Assalomu alaykum. Meni ismim Saidaziz. Yoshim 30 da. Avvalambor 2025-yil yanvar oyidan boshlab yangi yildan keyin, endi yangi yilda bilasiz, to'yib ovqatlanamiz, boshqa qilamiz. O'shandan keyin kuchli 3 hafta davomida ich kemasligi fonida yuz bergan. Keyin shundan keyin o'zimizni yonimizda poliklinikaga, undan keyin ko'p doktorlarga kerak bo'lsa kolonoskopiyagacha qildirishgan. Lekin o'sha paytda parallel ravishda radiografiya ham qildirishgan. Lekin hech kim unga e'tibor bermagan. Hamma aytganki, buni oshqozoni yoshiga nisbatan, gavdasiga nisbatan osilib qolyapti, ya'ni pitoz aniqlanyapti. Bordim, bittasi aytadi Bilrod 1 qilamiz deydi, Bilrod 2 qilamiz deydi. Keyin boshqa bir Ben tushuncha berib ketaman hozir. Endi bular уже boshda o'tganda oshqozon pastga tushib qolgan. Oshqozon o'zi normadagidekkacha maksimum turish kerak bo'lsa, u kichik chanoq. Bu ichak uzun bo'lib ketishimi yoki bu oshqozon umuman boshqa ataniya narsa? deydi. Oshqozon ishlamay qoladi. Ishlamay qoladi. Chunki yo'g'on ichak o'zi ishlamayapti-da, o'sha tepaga reaksiya beryapti. Bo'ldi, ishlamagin san ham deyapti. Chunki seni yegan ovqatingni hammasini men o'tkazib olmayman bu yerda. Zaharlanish ketyapti, intoksikatsiya doimiy ravishda. Oshqozon pastga tushib ketgan. Bundan tashqari hozir bular aytayapti, rezeksiya qilib o'sha tushib ketgan oshqozonni kesib olib tashlaymiz deyishyapti bunga. Bundan tashqari grijanetga. grijasi ham bor edi. Grijani ham Bu boshqa shifoxonada bo'layotgan vaziyat. Bu boshqa shifoxonada bo'lyapti. Eng asosiysi, men qayta anaqa qilganimda mana shu tinmasdan o'sha pikalaps deydi, anaqa pankreatin, doprakin yozyapti. Oradan ozgina vaqt o'tadi, doktor o'tib ketmadi desam, terapevt doktorlarga, bo'ldi dedi, charchadim deyapti, nevropatologga yozib beryapti. Keyin anaqa bo'ldi, sanda deydi, anaqa miyada bu anaqasi yo'q deb. Hech kim anaqaga shunaqa ham deyishgan hatto. Shunaqa deb. 90% kasallarimizni gastroenterolog, xirurglar nevropatologga jo'natadi. Chunki chet elda ham shunaqada. Chet elda hech kim operatsiya qilgisi kelmaydi. Bunaqa bemorlarni operatsiya qilgan nima deydi, 1-2 oydan keyin buni o'zini situatsiyani nyuanslari bor. Bizni yangi ishlab chiqqan metodikamizni mahsulotini ko'rib o'tiribsiz. Biza eski metodika bo'yicha qilayotganimiz yo'q. Bu metodikani o'zim ishlab chiqqanman. Qo'rqmadingizmi yangi metodikani o'zingizda sinab ko'rishga? Yo'q, eng avvalambor menda qanaqadir muammo borligini o'zim tushunyapman, his qilyapman, lekin hech kim anaqasini topib bera olmayapti. To'g'ri diagnoz qo'yib bera olmayapti-da. Unga olib boraman, nimadir qilish kerak deydi, bittasi kolonoskopiya qilish kerak, har xil operatsiya turlarini aytishyapti, lekin yana anaqa ham bo'ladi. Ozarbayjondan kelgan metodika bor edi, oshqozonga setka qo'yib tepasiga osib qo'yamiz degan. Unaqani ham Eshitilishi juda kulgili, uzr. Keyin anaqa bo'ldi. Lekin o'sha paytda kerakli hamma narsalarni qilishgan bo'lgan. Bu yerga kelganimda faqat rezultatimni ko'rib bering deganman-da. O'shanda ham agar bir yaxshi inson tavsiya qilgan, O'tkir akamni, shunda olib kelib ko'rsatganimda men ham o'zim endi doktor emasman, oshqozonim bezatib qoldi. Lekin doktor bo'lib ketadi, boshidan o'tkazgan. Boshidan o'tkazgan tabiiy ko'ryaptilar-da. O'tkir akam oshqozon ko'ryaptilar. Mikrofonni yaqinroq. Oshqozonni ko'rib turib aytayaptilar-ki, "Yo'q, to'xta" deyaptilar. Muammo ichagida, ichagini ham anaqasini tashlab bersin, bormi dedilar. Ha, bor deb ko'rsatgandan keyin tushuntirib berdilar. Birinchi bo'tda yig'ilib qolgan, oshqozon o'shanga yarasha past uji to'lib ketgandan keyin oshqozonni o'zida osilib qolyapti. O'sha ovqat vaqtida o'tmaydi bu yoqqa. Dedilar, keyin bittada tushuntirib berdilar. Ichagini to'g'irlamasa muammo hal bo'lmaydi dedilar. Keyin men ishondim, keldim, laparoskopiy qilamiz deb tushuntirishdi. Anaqa kesmagan holatda, boshqa deb. U yog'i Allohga tavakkal, chunki bu o'zi aslida yillar davomida qiynalib kelgan edim. Endi anaqa mana shu 30 yoshga kirganda o'zi anaqa o'zini bildirdi, bildirdi. ko'rinishda. Shunaqa oldin mana shu
qo'pol endi anaqa meditsina aytmas anaqada meditsina uyat degan narsa bo'lmaydi shu 5 litr suvni jo'natmagunizcha bu kichkina anaqada foyda bo'lmasdi hech narsa bo'lmasdi mana shu 5 litr suvni haydab tushirardikda shuncha yillar davomida hech kim aniqlay olmagan to'g'rimi asl sababini lekin sog'ayib ketganingiz 4 kunda chiqib ketganman operatsiyaga rozilik bildirganman kelganman anaqa o'sha operatsiyadan oldin anaqa kerak bo'ladigan o'sha analizlar qon tahlillari boshqasini topshirganman o'sha kunni o'zida kechki payt yotganman ertasi kuni obedga yaqin shu 11 ga yaqin operatsiya bo'lgan ko'zimni ochganman yaxshi klinikada anaqa hamma anaqa qilishgan og'riq ham sezmaganmanda eng asosiysi unaqa qiyinchilik qanaqadir qatimdir kesilgani yokida qanaqadir hissiyot tuyg'usi bo'lmagan endi o'sha tabiiy ravishda kateterlar turadi o'shalar turgani xalaqit berayotganini hisobga olmasa lekin chiqib ketganimdan keyin hech qanaqa bo'lmagan necha kunda xuddi hech narsa bo'lmagandek yashashni boshladingiz bir haftadan keyin bir haftadan so'ng bir haftadan keyin chunki o'sha choklarni olib tashlashgandan keyin sezilmas darajada 3 ta anaqa kichkinakkina izi qolgan bo'ldi qancha vaqt bo'ldi operatsiya bo'lganiga noyabrda bo'ldi eslaganimiz 4-noyabrda qildik 6 oy bo'libdi praktik почти hozir iching kelyaptimi normalniy har kuni har kun zo'r oshqozoning osilganmi yo'q hissiyoti yo'q unaqa hissiyoti yo'q grijing borini sezyapsanmi yo'q unaqa sezayotganing yo'q oshqozon tushayotganini sezayotganing yo'q iching har kuni kelyapti klizma bilan kelyaptimi oldingidek o'zi samostoятельно necha marta boryapsan tualetga bir xillarda 2 marta kuniga kelyapti ertalab bir marta borasan biz tuzalgan insonlarni ko'rsak normalniy hayotga qaytding albatta normalniy odamsan hozir oldingidek bularda bilasizmi nima bo'ladi bular haftani boshlanishida dushanba boshlangandan keyin yo seshanba yo chorshanba kuni mo'ljallaydi o'sha kuni pikalaks ichaman yo klizma qilaman ichim bo'shatib olaman faqat mana shu narsa xayol bilan yuradi bular o'zini rejasi bilan bo'ladi bemor faqat o'sha xayol bilan yuradi qachon man ichimni bo'shatib olaman chunki bular ham o'ylaydida ertalab zavtrak qilyapti obed qilyapti ujin qilyapti qayerga ketadi bu chiqib ketmasa endi o'tkirbek aka darrov jarrohlik amaliyoti o'tkazilmaydi to'g'rimi uni ham keling bosqichlari haqida qisqacha baribir ma'lumot berib o'ting chunki hozir hamma o'ylashi mumkin menda qabziyat bor demak men jarrohlik amaliyotini o'zimda o'tkazishim kerak ekan deb qo'rqib ketgan bo'lishi mumkin teletomoshabinlar bemorlar bizani ishlarimizni kuzatishadi internetlar orqali tarmoqlar orqalida murojaat qilib kelishadi biza bemorlar bilan suhbat o'tkazamiz birinchi navbatda bu kasallik haqida qachon o'zingizda his qildingiz va bu kasallik tekshiruvlardan o'tganmisiz yoki gastroenterologlarda davolanib ko'rganmisiz deymiz ko'pchilik bemorlar birinchi marta murojaat qilib keladi xirurglarga biza ularga tekshiruvlarni buyuramiz ikkita asosiy tekshiruv bor bu tekshiruvlardan o'tib kelishadi va bemorlarga birinchi marta murojaat qilganligi uchun biza konservativ ya'ni dori darmon bilan davolashga buyuramiz va davo rejasini tuzib beramiz ovqat ratsionlarini tuzib beramiz va kuzatuvga jo'natamiz bir oy davomida demak kuzatuvda bo'ladi bemorlar ratsionni to'g'irlashadi konservativ lecheniya olishadi va ko'pchilik bemorlar shu davo fonida yaxshi bo'lib ketadi endi bir xil bemorlar bizga murojaat qilib kelishadi уже gastroenterologdan o'tgan nimaki dori bo'lsa ichib ko'rishgan уже oxiri klizmagacha klizmada ham bir xil bemorlarda kelmaydi deydi mana aytib turibdilar klizma bu oxirgi bosqich demak уже klizma oxirgi bosqich 5 litr suv jo'nataman deb aytib turibdi уже bu bemorlarda ichakga tekshiruvdan o'tkazganimizda yo'g'on ichak uzayishi ya'ni tibbiyotda dalixa kolon aniqlanadi ichaklar buralib ketgan ma'lum bir qismda ichak tutilishlari bo'ladi bu bemorlarda уже jarrohlik amaliyoti tavsiya qilinadi chunki boshqa dori darmonlar konservativ lecheniya dietalar yordam bermaganligi uchun demak ichak uzayib ketsa darhol jarrohlik amaliyotini darhol emas birinchi baribir davolanib ko'rsa mana bu bemorimizda xuddi shu ikkinchi bemorimizda aynan shunaqa holat bo'lgan yillar davomida lecheniya olib davolanib ko'rganlar mana assalomu alaykum xush kelibsiz marhamat o'zingiz assalomu alaykum man toshkentboyeva gulsara 66-yilda tug'ilganman 2 yildan beri shu Gippokrat klinikasini kuzatib yurib o'zimni dasturxonlarimni 2 yil kuzatdingiz demak chunki bormagan joyim qolmadi menda ham shu do'lixa sigma uzaygan ichak bormagan joyim qolmagan u yoqda menga faqat 100 tadan bitta bola shunaqa tug'iladi endi shu ichak bilan yashayverasiz ya'ni uzun ichak bilan uzun ichak bilan shu yoshgacha yashadingiz dalcha yashaysiz deyishgan lekin tug'ma deyishganda lekin man olmagan lecheniya ham qolmagan yillar davomida lecheniya va
ichaklarda eroziya toshib ketgan payti bo'lgan, uni lecheniya qilaman. Keyin senadeksinlar ichaverib, oshqozonda yazva gastrit, uni ko'p ham ichib bo'lmas ekan. Uni to'xtatib qo'yib, ketidan sanoga o'tib oldim, uni damlab ichishga. U ham foyda bermayapti. Keyin nechta больницаlarga olib borib kelishdi. U yoqda men ishlamagan ichagingizni olib tashlaymiz deyishyapti-da. Men u ichakni olib tashlagandan keyin odam yarimta jon bo'lib qoladi. Qo'rqib yurib, internetga kirib, telefonda titib bu klinikani ko'rib qoldim. Shifokorlarni kuzatib yurdim, qarasam odamlar 3 kunda chiqib ketyapti, yaxshiman deyapti. Yana 6 oydan keyin, 1 yildan keyin ular reklamalarini ko'rib, kuzatib, keyin shutga boraman deb telefon qildim. Lokatsiya tashlab berishdi, bordim. Lekin qanaqadir shunaqangi ishonch hosil qildim, yaxshi bo'lib ketaman deb. Haqiqatan 3 kunda javob ham berishdi. Qanday amaliyotlar o'tkazdingiz? Bulargami? Bularga. Demak, klinika metodikamiz bo'yicha iliy rektor shuntlash operatsiyasi bor. Bu bizning o'zimizning klinikaning razrabotkasi hisoblanadi. Xuddi shu operatsiyani bajarganmiz. Operatsiyalar to'g'risida men keyinroq bular gapirib bo'lgandan keyin, bulardan so'rab olganingizdan keyin gapirib beraman. Xo'p, bo'ladi. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Hozir juda ham Mikrofonga qarab ishlaysiz. Hozir yaxshiman, juda ham yengil, unaqa qiynalib, dorilar ichib yurish yo'q. Oldingidaqa qiynalib, og'riqda yurishlar yo'q, samый главный. Jon og'riqda yurardim-da. 20 yildan beri, 41 yoshimdan beri shu kasal bilan kasallanib, davolanib, 1 yillab dieta qilib, mana shunaqa yozib berishardi, dietada yuraverib, yillab yurib charchab ketganman-da. Meni gapim to'g'rimi? To'g'ri. Hafta boshlanishi bilan o'ylaysizmi? Qachon bo'shashi keyingi kerak? safar ichadigan dorimni ham tayinlab qo'yib, damlab qo'yardim. Shunaqa bo'larmidi? Shunaqa bo'lardi. O'zi shu Necha yildan beri bu kasallik bilan qiynalib kelgansiz? Hisob kitobingiz. 41 yoshimdan 41 yoshdan. Hozir necha yoshda? Hozir 60 ga to'laman. Ha, mana 19 yil. 19 yildan beri qiynalyapsiz. Mana hozir televizorda, Instagramda, hamma sotsiyetlarda aytyapti. Karom yegin, markavcha yegin, kivi juda foydali deyishadi. Hammasini ko'rgansiz-a? Ko'rganman. Hammasini qilib ko'rgansiz. Lekin hammasi vaqtincha foyda beradi, to'g'rimi? Har Ma'lum bir doim muddat. davolanaman-da. Davolanish paytida xuddichi ana o'zingizga bir nima berasiz-da, men yaxshi bo'laman deb. Lecheniya olib bo'lganingizdan keyin yana xuddi shu ahvol bo'lib qolaveradi-da. Xuddi davolanganim qayerga ketdi. Bu organizm Yana o'rganib o'sha ahvolga qoladimi tushib shu qolardim-da. mahsulotlarga? Ah? Organizm o'rganib qoladimi? Demak- Chunki boshida foyda bergandek bo'ladi, keyin to'xtatadi foydasini. Dolixa kolon, dolixa sigma kasalligini asli negizida yotgan narsa bu o'sha yo'g'on ichakning ma'lum bir qismini innervatsiya deydi. Ya'ni nerv bilan ta'minlanishi buzilishi natijasida. Nerv bilan ta'minlanishi любой odamda, masalan sizda hamma insonda oshqozon ichak sistemasi avtomatik ravishda, ya'ni bizning miyamizga bog'liq bo'lmagan holatda o'zi boshqaradi o'zini. O'zi ishlashi kerak buni. Hech qachon bitta asab bilan o'zingizni fikran boshqara oladigan joyingiz bu anal teshik, ya'ni kod teshigi. O'sha joyni siz искусственный, masalan, reflektorni siqolisiz, bo'shashtira olasiz. Boshqa joyi shu og'izdan pastda bittasini ham siz boshqara olmaysiz. Alloh shunaqa yaratib qo'yganmiz. Endi qolgan ichaklar, bular hammasi avtomatik ichki mahsulot tushgandan keyin, ovqat tushgandan keyin, him ustida tushgandan keyin o'zi avtomatik ravishda sekin-sekin peristaltika qilish kerak. Bu ishlash uchun nerv kelish kerak. Birinchi navbatda nerv поражение bo'ladi, ikkinchisi nerv o'ladi. O'sha sohada. Mana shuncha soha ichak ishlamasa, mana shuncha bo'ldi, axlat mamitda yig'ilib qolaveradi. Chunki bu axlatni ishlashi uchun mana bu ham ishlab turish kerak. Bu ishlamagandan keyin axlat kelib qoladi deb o'tga tiqilib qoladi. Yegan bular aytayotdi-ku, dori ichyapman, Picalax ichyapman, Difalac ichyapman, kivi yeyapti deyapsiz. Kivini ham eshitgan ekansiz. Sabzi yeyapsiz. Bular nima qiladi? Ichakni ichida davleniyani oshiradi, osmotiskiy davleniyani oshiradi, suyuqlikni yig'adida, axlatni miqdorini ko'paytiradi, o'sha joyidan bosim bilan o'tkazib yuborishga harakat qiladi. Lekin bosim bilan o'tishga o'tadi, lekin ichi ishlamaydi baribir. Problema pastda yotibdi, u innervatsiyasida yotibdi. U nerv tiklanmaydi o'sha.
O'shaning uchun Bahodir aytdiki, boshlang'ich davrida bizni davolab ko'ramiz. Davolashda nima ishlatasiz? O'sha nerv tiklanishiga dori beradi, vitamin E beradi, vitamin D beradi, nikotinli kislota beradi yoki bo'lmasa желчегонный preparatlarni qo'shadi. Agarda o'sha nervni faqatgina jarohatni o'zi bo'lsa, tiklanmagan bo'lsa, uni gastroenterolog terapevt uni davolab yuboradi, u ichiga yurib ketadi sekin-sekin. Demak, asl sababi birinchi navbatda aniqlanishi kerak. Undan so'ng davo choralari ko'rilsa, albatta natija beradi. Natijangiz bilan bo'lishing. 2 minut, 1 minut rezultatingizni ayting. hozir men juda ham yaxshiman. Hop. Oldingidaqa Xuddi dori ko'rmagandek bo'lib ichib ketganmiz. qiynalib bir narsa ichishim kerak, ichim yurgizishim kerak, unaqa fikrlar umuman yo'q. Esimdan chiqdi. Qancha Yaxshi vaqt yuraman, bo'ldi Xudoga shukr. Ikkinchi marta bo'lganman. Qachon bo'ldi operatsiyangiz? Ikkinchi marta. Ha, ikkinchi marta. Ikkinchi mart sanasida. Ikkinchi 3 marta. oy bo'libdi. Demak, o'zingiz mamnunsiz shu. Mamnunman, Xudoga operatsiyani shukr. Bu o'tkazganingizdan. shifokorlarga rahmat deyman. Salomat Yuzlarga kirib bo'ling. yuringlar, oshig'inglar olchi Sizga ham bo'lsin. kelganingiz uchun rahmat bugungi ko'rsatuvga. man shu o'rinda bitta qo'shimcha qilmoqchi edim o'zim. Mana O'tkir akam juda ham yaxshi biladilar. Ko'p onlarga bordim operatsiyadan keyin ham minnatdorchilik Rosa qatnadi. Rosa ikkilandi. Rahmat. Yo'q, operatsiyadan keyin ham rahmat deb ko'p qatnadim. Men shu joyda bitta narsa aytmoqchiman-da. U klinika mayli, anaqa katta tashkilot, lekin o'sha yerda glavvrachi men to'g'man уже topshirmagan analizim qolmagan. Bayram anaqani, nima edi, oshqozonni yutib qiladi-yu, oq Zon. Bari. bari bilan 2 marta uni tushirdirgan, irografiya, kolonoskopiya hammasi bo'lgan. Lekin to'liq tashxis diagnoz yo'q. Lekin men o'zimga o'zim aytaman, miya bag'rim tinchmayapti-da endi bag'rim. Operatsiya qilish kerak sana degan tushuncha bor-da, lekin hech kim qo'yib bera olmaydi. O'shanda yosh katta odam, bunaqa to'g'ri, sana operatsiya qilgan odamni doktorlar anaqasidan olib tashlash kerak degan. Mahrum qilish kerak. O'shandan keyin borganman. Mana resheniyasini topib berishdi. Men O'tkir akam mana qildilar degandan keyin Alloh sizga shifo bergandan xursandman dedi, boshqa gap topib bera olmadim. Demak, sog'aygansiz. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Aytganimdek, hech qachon boshqa kasal bo'lmang, xasta bo'lmang va faqat yaxshi kunlarni ko'ring. Azizlar, bizda hozir qisqa reklama, birozdan so'ng studiyaga qaytamiz. Zamonaviy klinika deganda nimani tushunasiz? Malakali shifokorlar, ilg'or texnologiyalar yordamida ko'riklar, bemor uchun barcha sharoit va qulayliklar, tezkor laboratoriya, barchasi Hippokrat gospital klinikasida uyg'unlashgan. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha esa shifokorlar qabuli mavjud. Jarroh, gastroenterolog, proktolog, ginekolog, gepatolog, kardiolog, terapevt va yana ko'plab boshqa mutaxassislar. Qolaversa, klinikada laparoskopik jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladi. Ushbu usul tanani kesmasdan maxsus apparat orqali kerakli joyga yetib borishga va davolashga yordam beradi. Laparoskopik operatsiyadan so'ng bemor tez reabilitatsiya bo'ladi va hech qanday og'riqlar sezmaydi. Ushbu usul bilan bariatrik, proktologik, onkologik, urologik va ginekologik operatsiyalarni amalga oshirish imkoni mavjud. E'tiborga loyiq bo'lgan kolonoskopiya va endoskopiya tekshiruvlari Hippokrat gospital klinikasida og'riqsiz bajariladi va kasalliklar aniqlansa to'liq davolash kurslari olib boriladi. Klinikada statsionar davolanish imkoniyati hamda laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Hippokrat gospital, sog'lig'ingiz garovi. Anzir, Toshkent shahri, Olmazor tumani, Shifokorlar ko'chasi 4. Azizlar, biz jonli efirda davom etamiz va mana hozir suhbat davomida mehmonlarimiz bilan ham maxsus metodika degan gaplarni eshitdik. Aytib bering biroz shu metodika haqida. Qanday sir asrorlari bor uni? Demak, biz bu qabziyat muammosi bilan 6 yildan beri shug'ullanamiz. 6 yilni oxirgi 4 yili faqatgina o'sha hozirgi vaqtda yo'g'on ichakni to'liq olib tashlash, buni biza tilimizda subtotal rezeksiya deydi. Yoki bo'lmasa, yo'g'on ichakni yarim qismini olib tashlaymiz va ichak bilan ichak anastomoz qo'yamiz. Demak, juda ko'p bemorlar bu operatsiyadan o'tdi, lekin bilasizki, xirurg qachon tinchimaydi, qachon ilm izlanishdan to'xtamaydi, qachonki rezultat qoniqtirmasa. Demak, biz operatsiya qilyapmiz, yo'g'on ichakni olib tashlayapmiz, kasalda subtotal rezeksiya qilyapmiz, Ijobiy natija yo'q. lekin ijobiy natija ko'pchilikda bor.
Masalan 80% bemorimizda, 85% bemorimizda bor. Lekin 15% bemorda, 20% bemor qanaqadir asorat bilan yo operatsiyadan keyin asorat bo'ladi, yoki bo'lmasa operatsiyadan keyingi davrda kimnidir ichagi buralib qoladi yoki ichagi yurmay qoladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bularda qanaqadir vitamin yetishmovchiligi yuzaga kelishi bor. Qon suyulib ketyapti. O'shaning uchun bizning ko'pchilik rezultatlarimiz qoniqtirmadi. Keyin bu ustida izlanish vaqtida men braziliyalik bitta olim maqolasiga duch kelib qoldim. Braziliyalik olim bu biza ishlatayotgan metodikani ishlatgan ekan 76-yilda. 76-yilda 48 ta bemorda ishlatib, 48 ta bemordan yarmida rezultat olgan, yarmini qayta operatsiya qilgan. Bu maqolani ketiga tushib qoldimda, menga juda qiziqarli bo'lib qoldi. Ketidan izlanish natijasida yana darsh ko'rdim. Bu o'sha olimni shogirdi bu metodikani yana ham takomillashtirgandan keyin u o'zini ustozidan yaxshi rezultat ko'rsatyapti-yu, lekin 100% yaxshi rezultat ko'rsatadi. Marhamat, doskani olib kirsangiz bo'ladi. O'tkirbek aka, doska so'ragan edingiz. Siz esa davom ettiravering. Ular yordamchilar olib kirib qo'yishadi. Bu u qilgan 76-yildagi operatsiya. 76-yildagi operatsiya, marhamat, men chizib ko'rsataman. Mana bizda yo'g'on ichak bo'ladi. Mana bu sigmoidni kishka, mana bu anal teshik. Mana bu yerda chuvalchang simon o'simta. Mana bu ingichka ichak mana. Demak, birinchi ustozi ichakni olib kelib mana bu yerga ulagan. Xo'p. Braziliyada. Ustozidan keyin 76-yildan keyin bukvalni 10 yil, 86-yil shogirdi olyapti-da, bu ichakni olib kelib mana bu yerga ulayapti. Bechora organizm egasi. Bu yerda ustoz 50% rezultat olyapti. Shogird где-то 80% rezultat olyapti, lekin shogirdi yozib ketyapti. Mana shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Endi hozirgi kundagi meditsinaning rivojlanishini oladigan bo'lsangiz, bu paytda laparoskopik usuldagi operatsiyalar bo'lmagan, hammasi kesib qilingan. Kesib bu joyga yetib olish juda qiyin. Qorinni ochgan holatda bu joyga yetib olish juda qiyin. Eshitish qo'rqinchli. Hozirgi kunda laparoskopik usulda, ya'ni teshik, maxsus teshiklar orqali bitta kamera bilan biz shu yerga borib ko'rib turamiz. Hozirgi kunda texnologiyamiz juda ham rivojlangan. Tan olish kerak. Xo'p, qarang. 76-yil, 86-yil, bugunga kelib 26-yil. 26-yil o'tgan yili biza sentyabr oyida bu metodikamizni takomillashtirgan holatda, o'sha shogirdining metodikasini takomillashtirgan holatda biza patent oldik. Bu patent o'zbekchasiga ixtiro. Butun dunyoda tan olingan ixtiro hisoblanadi. Maqolalarimiz bor. Bizning metodikamiz bo'yicha biz yana ham pastga tushganmiz va rezultatimizni 98% ga yetkazdik. 50, 80, 98. Bu bilan biz sizni haqiqatan ham tabriklasak arziydi. Lekin bilasizmi, shifokorlar risk qilishga baribir qo'rqadi. Lekin risk qilmasa ham natijaga erishmaydi, to'g'rimi? Siz aynan risk qilib, mana shunday yaxshi natijaga Chunki bu qilib yurgan operatsiya. Qilib yurgan operatsiyangiz shunchaki takomillashtirdingiz. Bu prosta buni takomillashtirgan. Bu yerda hech kim boya savol berdingiz, siz qo'rqmadingizmi riskka borishga? Bu yangi operatsiya emas, yangi metodika emas. Faqat bu takomillashtirilgan metodika. Masalan, siz mashinani hozir biza oldiniga Nexia mindik. Keyin sizga Gentra bo'ldi, keyin Malibu bo'ldi. Siz qo'rqqaningiz yo'qmi Malibuga minishga? To'g'ri. Xuddi shunaqa mashina takomillashtirib, biz ham metodikamizni takomillashtirib boramiz.
chunki biza ishlatayotgan оборудование apparatura buni позволять qilyapti ishlatishga. Demak, biz bemalol o'zbek jarrohlarining yutug'i deb ayta olamiz buni. Albatta. Hurmatli shifokorlar, hozir 3 daqiqa vaqtimiz qoldi. Aytingchi, mana barcha xastaliklar baribir birinchi qadamdan boshlanadi. Shu qabziyat xastaligi rivojlanib ketmasligi uchun yoki umuman bu xastalikka uchramasligi uchun teletomoshabinlarga qanday maslahatlar va tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Demak, eng avvalambor ota-ona o'z farzandiga e'tibor bersin. Keling bakalım. Qabziyat bu yoshlikdan rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Maktab paytida, ayniqsa qiz bolalarda, o'g'il bolalarda, nozik tabiatli bolalarda. Chunki mana siz bilasizki, maktabga jo'natganingizda farzandingiz agar nozik tabiat bo'ladigan bo'lsa, u o'stirishga, grubi bo'lsa ham aytaman, yoki borib tualetga borib katta tahorat qilib kelishga uyaladi. Shu narsani bolalarga gigiyenasini o'rgatish kerak. Yo'q, bu oddiy narsa, oddiy holat. Borgin, o'sha yerda tualetda borib, gaz bo'lsa gazni chiqargin, axlating kelsa axlating yuvib, tozalab chiqqin deb tushuntirishimiz kerak farzandlarimizga. Uyalmagin deb. Uyalmaslik kerak. Uni uyalmaslikka o'rgatishimiz kerak farzandlarimiz. Rahmat. Chunki aksariyat bolalarimizda yoshligidan bu rivojlanadi. Bu bir. Ikkinchisi ovqatlanish gigiyenasi. Hamma narsani aralashtirib berib tashlaymiz. Biza uglevod ko'p beryapmiz, gazirovka ko'p beryapmiz. Buni beramiz. Eng zo'r narsa ichakka bu nima edi Bahodir? Kletchatka. Oqsil. Oqsil bilan kletchatka ikkalasi qo'shiladigan bo'lsa, любой vitamin so'riladi. Любой anaqaga oqsil so'riladi, yaxshi ishlaydi. Oshqozon ichak tizimi zo'r ishlaydi. Eng ko'p buzadigan narsa bu o'simlik yog'i. O'simlik yog'i. Biz har kun undan foydalanamiz, afsuski. Afsuski. Demak, odatlarni ham o'zgartirish kerak. Bundan ko'ra o'zimizni eski bobolarimiz aytganidek, qo'y yog'i, qo'y go'shtiga o'stirganman bu bolamni deb bekor etmaydi bizaniki. Demak, qarang, bu haqdagi suhbatlarimizni hali davom ettirishimiz kerak ekan. Bugun kelganingiz uchun sizga katta rahmat deymiz va keyingi dasturlarda ham sizlarni kutib qolamiz. Azizlar, bu xasta bo'lmang ko'rsatuv edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Biza brigadamiz bilan yordam berishga tayyormiz.